Sizga semental g'unojin qilaman degan aka-ukalarimiz, mana shu semental g'unojinimiz sotiladi. G'unojin Xudo xolasa buqaga ketdi. 10 kun 15 kun bo'ldi ketganiga, endi bu Xudodan qochmagan mana. Endi mana tishoryapti. Narxi nechi pul do'st buni? Narxini 50 million deymiz, so'rab oladi. 50 million deyapsiz. Uyga g'unojin qo'yib qo'yib, bir fermaga tomosha qilaman degan aka-ukalarimiz. Qo'yilgan nimalari ham bor. Syomkalari bor, videolari. 10 kun bo'ldi qo'yilganiga. Endi to'g'risini aytgan yaxshilarga o'xshab 5 oy bo'ldi, 4 oy bo'ldi degan bilan u yolg'onchi bo'ladi. Yaxshi kunga sotamiz pulini. Telefon nomerlarini ayting do'st. 271 81 96. Qiziqqanlar shu do'stni aloqa nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar mana. Sementalni shoxli variant, shox kuydirilmaganda yoshligida. Chiroyli mana g'unojin. Sizga semental g'unojin qilaman degan aka-ukalarimiz, mana shu semental g'unojinimiz sotiladi. G'unojin Xudo xolasa buqaga ketdi. 10 kun 15 kun bo'ldi ketganiga, endi bu Xudodan qochmagan mana. Endi mana tishoryapti. Narxi nechi pul do'st buni? Narxini 50 million deymiz, so'rab oladi. 50 million deyapsiz. Uyga g'unojin qo'yib qo'yib, bir fermaga tomosha qilaman degan aka-ukalarimiz. Qo'yilgan nimalari ham bor. Syomkalari bor, videolari. 10 kun bo'ldi qo'yilganiga. Endi to'g'risini aytgan yaxshilarga o'xshab 5 oy bo'ldi, 4 oy bo'ldi degan bilan u yolg'onchi bo'ladi. Yaxshi kunga sotamiz pulini. Telefon nomerlarini ayting do'st. 271 81 96. Qiziqqanlar shu do'stni aloqa nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar mana. Sementalni shoxli variant, shox kuydirilmaganda yoshligida. Chiroyli mana g'unojin.